moliya bozori, trading. Agar o'sha kurslarga kim pul to'lagan bo'lsa, Shuhrat Musayevga ham yo boshqasiga ham o'sha kurslarga to'lagan bo'lsa, uxladinglar. 95% dunyo bo'yicha 95% sandalam aqllilari, даже sandalam boylari butun bankrot bo'lib ishtonsiz qoladi. 95% bankrot bo'lib ketadi. Bilinglar buni. Yaxshimisizlar, hurmatli o'rtoqlar, pidaras dushmanlar. Men hozir bir nechta ikkita spektakl ko'rsataman va bitta kommentariy o'qib beraman. Eng boshida men bu kommentariyani o'qib beraman sizlarga. Biboliddin Ortiqov yoki Vivoliddin Ortiqov yoki Kot Ortiqov Gandon o'zini familiyasini ham to'g'ri yoza olmaydi. Dinga osilma it. Islomda Allohning kalomida sen aytgan narsalar yo'q. Shuning uchun bir davrlar islom sivilizatsiyasi dunyoga ustun bo'lgan. Buni hozirgi bizni soxta musulmon amaldorlarga o'xshaganlar qo'lida emirlidi. Sen tarixni yaxshi o'qisang, itlikdan odamga o'tasan. Ey xuyiplot. Birinchidan it bu sani o'sha it onang bo'ladi, bilasizmi? O'sha arab qul lattalarga o'ralgan o'sha it onang bo'ladi, o'sha arablarni ko'tini yalaydigan onang bo'ladi, bilasizmi? Ikkinchidan, agar sani gaplaring to'g'ri bo'lganda, men bu juda kalta gapiraman, chunki bunga vaqt yo'q. Buni tushuntirishga vaqt yo'q. Sani gaping haqiqat bo'lganda, butun mana shu islomiy mamlakatda shunchalik qashsho, adolatsiz, adolat yo'q, erkinlik yo'q, unaqa mamlakatlar bo'lmasdi, bildingmi? Hozir o'sha adolat yo'q, haqiqat yo'q, erkinlik yo'q, butun qashshoqlik, ko'chalari iflos, kanalizatsiya yo'q, butun o'sha islomiy mamlakatlaring bo'ladi. Faqat o'sha 3 tasi neft deb ko'tarilgan, neft deb ham Oman, Saudiya Arabiya, Arabskiy Emirat, Kuvayt bo'ldi shundan. Lekin ularni ham hozir amini yeyapti, chunki ular hozir nomer 1 biznes pul qiladigan tovar оборотdan, chunki dengiz anaqasi bor, nima deydi, dengiz okeanlari bor. Keyin bo'lsa neft gazida, tushunasizmi? O'shandan pul ko'targan bular. Endi turizm, nomer 1 yana turizm biznesida, tushunasizmi? Lekin hozir o'tgan Iran raketalar otib yotibdi, ularning ekonomikasi borgan sari buzilib ketyapti, bilasizmi? Ya'ni Malayziyadan tovar оборот katta, tushunasizmi? Chunki dengiz okean. O'tda ni pri чем, hech qanaqa shariat ni pri чем, tushunasizmi? Ular hammasi Angliyaning koloniyasi bo'lgan, Allohdan birga, bildingmi? Angliya yot desa yotgan, tur desa turgan. Tushunasizmi? Tak что ko'tini och desa ko'tini ochgan o'sha mamlakatda. Allohni ham birga, Alloh ham ko'tini ochgan, tushunasizmi? Angliya buyruq bersa. Tak что hech qanaqa buyukligi yo'q bu islomiyning, tushunasizmi? Keyin masalan, kambag'alchilikning statistikasi mana Saudiya Arabiyada 18% ekan. Omanda 10% dan ko'p qashshoqlik. Arabskiy Emirat umuman statistikasini bermagan. Lekin Saudiya Arabiyani Oman o'zining statistikani berishgan. Lekin o'shanda ham 100% bu yolg'on gapiryapti Saudiya Arabiyaning statistikasi, Omanning statistikasi ham yolg'on gapiryapti. O'tda kambag'alchilik ko'proq bo'ladi 18% dan. Ular konkretni statistikani o'sha sheyxlar bekityapti, yolg'on gapiryapti. Arabskiy Emirat umuman aytmayapti haqiqatni. Endi riyo to'g'risida ozgina gaplashamiz. Butun O'zbekiston riyo bo'lib ketgan. Riyo nima degani? Islomda bu kattakon gunoh deb hisoblanadi. Riyo deb Google da yozinglar, o'zbek tilida ham chiqadi, rus tilida ham chiqadi. Riyo degani pakazuxa. Sanlar pakazuxa qilyapsanlar. Ko'rsatmaga ishlayapsanlar sanlar. Alloh uchun emas. Sen obro' uchun ishlayapsan. Meni odamlar ko'rsin, ko'rsatma, pakazuxa. Odamlar ko'rsin. Men obro'imni ko'taraman deb hojimakaga borasanlar. Men obro'imni ko'taraman deb namoz o'qiysanlar. Sadaqa qilsanglar ham kimdir ko'rsin deysan. Obro' uchun qilyapsan. Bu juda kattakon gunoh, do'zaxga boradigan gunoh. Butun O'zbekistonning musulmonlari yo'li bu gunoh, kattakon gunoh va do'zaxga borasanlar san gandonlar. O'zingizlardan avliyoni yasamaylar. Sanlar allaqachon do'zaxiy bo'lgansanlar. San chimo'lar, bilasizmi shuni? Ziyoratga borib keldik, endi nima deysizlar? Qizil dengizni ko'rdim. Arablar sahrosini aylandim. Hammamizga nasib qilsin, sizga o'xshab yurish hoji aka. Rahmat. Hammaga nasib qilsin. Endi bu safimizni kengaytiraylik. Siz ham yuravermasdan safimizga qo'shiling. Boramiz. Pulingiz bo'lsa bor, pul ketsa ketsin, obro' ketmasin. Hoji aka degan nom olasiz. Marhamat. Ana osh ham keldi. Umraga boramiz. Tayyorgarligingni ko'r. Nima dedingiz? To'lov qilib kelaman. Rostdanmi? Ketamiz. Endi meni hamma hoji ona deb chaqirishadi. Seni hoji ona, meni hoji aka deyishadi. Yaxshi. Kecha choyxonada Davron borib kelgan ekan, rosa maqtandi. Yana uni ustiga umra to'y qilish bu vысший klass riyo bo'ladi. Bir vысший klass pakazuxa. Sanlar do'zaxga borasanlar, jannatga emas.
spektaklni qilganlariga mani tomonimdan kattakon rahmat.